Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina." O'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. O'zini bizdan boshqaga o'xshatganlar bizdan emas. Wala tashabahu bil yahud wala bin nasara. Yahudi va nasroniylarga o'xshamaydi. Man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ana shulardan. Bas u ana o'shalardan. Qiyomat kunida bir kishi kimlarning orasida tiriladi? Kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa, kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa, qiyomatda ana shularning orasida tiriladi. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, ana yaqin qoldi yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanday kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qiling, musulmonlarga yarashmaydi, qolganda qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmon